bu yerga meni qulog'imda qanaqa parazitlar bor. Bu parazitlar juda ham yuqumli ekan, lekin ular qanaqa qurtga o'xshagan narsa tarqatyapti. Lekin parazit yuqtirib olganlarga bu ta'sir qilmaydi. Parazit yuqtirib olganlar boshqalarga yuqtirmaydi, lekin bundan ularni qirishni boshladi. Mana bu yerda oynani sindirib qo'yganlar. Ana u tarqatyapti, qaranglar ya. Ana shu bachchani urib mayib qiladi, davay ketdi. Cho'chqa. Ha, qarang. Cho'chqani kallasi. Qarang. Nima bo'lmoq bo'ladi deganlarni ko'rsa, Biz birga bu ishlarni o'ynaylik. Da, keling. Ammo menga taklif qildi. Bu qalqonni qo'yasiz deyapti. Просто bu qalqonni chingga o'tyapti. Mol yo'q. Chelo, kuchugachcha yaboradi. Kuchugachcha yo'qolish kerak, bachchalar bali. Bu mol juda baquvvat mol ekan. O'zlari kuchda qolishdan bo'ladi. Chelo. Kuchugachcha yo'qolish kerak. Balboya kuchugachcha yo'qoladi. Kuchugachchalar, o'rmonlar qo'shadi. Molni joyi juda ko'p ekan. Nega bilmagan, molni joyi juda ko'p. Loqaraylar. Chelo sağla kimdir yana urishdi. Bahba cho'chqa, baxye, tezroq ke. Hozir men hammani tozalab chiqaman. Tushunursiz, odam parazit. Yo, what the fuck? Birinchi qarara cho'chqalar yezdirib tashlayapti ular. Molni joni juda ko'p ekan. Yo, to'g'risida molni joni juda ko'p ekan. Faqat kuchuk kelmasin, iltimos. Kuchuk, jin ursin. Kelinglar. Cho'chqa ham qolishmaydi. Bu neger emas, bu globi. Mayli bu cho'chqani ham momosinikiga qo'ydik. Qani o'sha kuchuk, qani? Ertamas. Jin ursin, o'qimni ishlatib oldim. Ana cho'chqa tovuq, ularda jin ursin. Ana parazit ko'rdim. Qo'y parazit. Cho'chqani tinch qo'y. Tinch qo'yasanlarmi yo'qmi ularda, ha? Qachongacha jin ursin, daraxtda cho'kirgizib yubordimi? Bak, noodatiy bak. Tak. Stop, ana bu parazitmi yo cho'chqami? Jin ursin, mana parazit koni qayerda? What the fuck? Wow. Jitil bu yoqqa kel. Va alaykum assalom deyish. Salom yo'qmi senga? Itni yo'qlasa itni qulog'i ko'rinadi. Jin ursin. Mana shu it yomon asab buzatdi. Shunaqa ham parazit bilanmi? Buni qaranglar, yarmi yalang'och. Qani jo'niga sen? Cho'kib ketyapsanmi? Battarmi? Bu kuningda battarmi? Jini ursin, biroq o'rmonni bu taraflariga olib ketibdi. Sen menga o'sha tarqatayotgan, xolpishtakka o'xshaysan. Xolpishtakka o'xshamaydi-ku, mayli. Qo'yvachcha bu yoqqa kel. Sen menga o'sha ularning karoli ke yeysanmi? Ye, mana. Kelinglar, mehmonjonlar. Jin urgur cho'chqa kelmaydi ham. Ana cho'chqani ham kallasini bir yoqqa qilish kerak. Bo'ldi. Cho'chqani ham kallasi ketdi. Qishloqda ham tugamagan, bular buni qaranglar. Jin ursin seni jin. O'zi kelib jin rostdan bitta ursaydi. Nimayli, orzu xayoliga berilmasdan. What the fuck, ham parazit tarqatuvchi buni qaranglar. Buni olganda buni yengish qiyin bo'lmadi. Jin ursin, bironta ana jin urmasin, xudoga shukr, bironta parazitda qoldirmadim men qishloqda. Jin urmagur. Keldingmi meni o'g'ildar? Sen o'zing istayapsanmi? Nega sen menga tegmayapsan? Sen meni tanimasang-da, men seni tanay olyapman. Meni o'g'ildar.
Men boshqalarga ham yuqtirishim mumkin. O'ldir deyapman men senga. Ha, tanidingmi? Kimligimni? Fermer senmisan? Albatta. Mana kallang ishlagan-ku. Ha, meni o'ldir. Tezroq o'ldir. Lekin men seni o'ldira olmayman. Yo'q, sen shuncha parazitni o'ldirib, qishloqdoshlaringni o'ldirib, endi meni o'ldira olmaysanmi? Tezroq meni o'ldir. Bo'lmasam seni yeb qo'yishim mumkin. Hop, bo'ldi. Yig'lamasdan meni tezroq o'ldir. Xo'sh. Qiyomatda ko'rishguncha. Jin ursin. Bunday qilmasligim kerak edi. Bunday qilmasligim kerak edi. U meni yaqin do'stim edi. Yo'q. Hammayli qolgan parazitlarga ham navbat keldi. Senlardan do'stim uchun qazo solaman. Do'stim uchun. Itlar, yaramaslar. Men senlarni yo'q qilaman. Bu yoqqa kel. O't. Bu yoqqa kel. Yo'qyaptimi? Bu hayvonlarga yoqadi. Ularga yoqmasdan iloji yo'q. Va nihoyat yomg'ir bir siypaladi-yu, bir o'chib qoldi. Normalni. Jin ursin o'rgimchak. Agar menga tashlasang, seni yo'q qilaman. Yo'q, meni o'zim bezor bo'lib ketdim. Bu parazitlardan menga yuqmasligi deb yuryapman. Normalni shu o'rgimchak bilan do'st bo'lib olsam ham bo'lar ekan. Xo'y, bro, menga biror nima aytib bering, bu parazitlar qayerdan keldi? Katta xolamnikidan keldi. Men qayerdan bilay bular qayerdan keldi? Bular kuchayib kelishi ham mumkinligi haqida lekin narsalar bilib o'taman. Xo'sh, ular haqida aytib bering. Nima deysan? Ular haqida aytib bering deyapman. Ha, bo'ldi, shularli. Ular qanaqasiga kuchayib kelishi mumkin yalada? Ular golemlarga, endermenlarga, creeperlarga, istagan narsalarga yuqa olishi mumkin. Hattoki bizdagi jitlarni kuchliroq qilishi mumkin. Keyin ular titanlari, ucharlari kelishi ham mumkin. Ular yana qachon kelishi mumkin? Istalgan paytda men qayerdan bilay? Aniqda sayohatchi bratanni ko'rdim. Salom alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, menga nima demoqchisan? Sizgami? Bu parazitlar yana qachon kelishi mumkin? Istalgan paytda, istalgan minutda, istalgan kunda, istalgan haftada, istagan oyda, istagan yilda ham kelishi mumkin. Bu degani nima degani? Katta xolamiznikiga kiramiz degani. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Gangster Alfa Bulla sog'lik omonlikda ko'rishguncha.